Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari va do'konimizga gusunitsali motobloklarimizdan yetib keldi, ko'rishlari mumkin. Bularimiz ikki xil variantda yetib keldi, ko'rishlari mumkin. Salarkali hamda benzinli variantdagi 177 ot kuchli, 173 7 ot kuchli motorlar bilan jihozlangan akalar. Bularimizni rasxodlariga keladigan bo'lsak, soatiga 600 gram rasxod qiladi benzinlisi, salarkalisi 400 gram rasxod qiladi. Buni texot holatda gaz berishlaringga qarab o'zgaradi. Bularimizni komplekt holatda 5 xil agregatlari qo'shib kelingan. Universal pluglari, chizillari, ocharlari, hop, grabillari hamda orqasida mana shunga o'xshash selkalar olib kelingan. Bunda o'g'it ham tashlab ketaverasizlar hamda donlaringni ham ekib ketishlaring mumkin. Makka, no'xat, loya kabi narsalarni ekib, mana nasatkalari bo'ladi, almashtirib ekib ishlatsalaring bo'laveradi. Bularimizni qatorlarda orasida jo'yak olish uchun, hop, ariqlarni ochish uchun zo'r ish beradi. Mana shu seplariga keladigan bo'lsak, bittalik sep bilan jihozlangan, razmerlari 15-16 sm chiqadi akalar. Bemalol qatorlarda orasiga tushaveradi. 60 ga ham, 70 ga ham, 50 ga ekkan bo'lsalaring ham birga bir holatda tushaveradi. Kimga benzinli, kimga salarkali variantdagi gusunitsali motobloklarimiz kerak bo'lsa, do'konimizda mavjud. Kelishilgan narxlarda qilib beramiz. Dastavkalarini ham klient bilan kelishgan holatda chiqarib beraveramiz akalar. Bunimiz hop, benzinli variantdagisi, nargisi salarkali variantdagisi bo'ladi. Bularımizda skorslari 3 ta skorsi bo'ladi akalar, ko'rishlaring mumkin. 3 xil skorsda bo'ladi. Bemalol skorslarni 1-2 zatniy holatda ham orqaga ham yuradi. Gazlari qattiqroq yerda gazini berib ishlataverasizlar akalar. Bo'lmasa yumshoqroq yerlaring bo'ladigan bo'lsa, texot holatda bemalol ishlatib, yerlaringni chopib haydasalaring bo'laveradi. Kimga shunaqa motobloklarimiz kerak bo'lsa, bemalol do'konimizga aloqaga chiqsalaring, kelishtirib, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Aloqaga chiqishlaring mumkin.